xiyonat erkaklar tomonidan bo'ladimi, ayollar tomonidanmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, men ikkalasidan ham deb o'ylamayman. Xiyonat iymonsizlikdan bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, erkak kishining xiyonati kechiriladi, lekin ayol kishining xiyonati kechirilmaydi deydi. Lekin kitobimizda ham yozilmagan u narsa. Chunki erkakda ham, ayolda ham bir xil bo'ladi. Nafs bo'ldimi, nafsining quli bo'ldimi, u xiyonatga kiradi. Bu gapni erkaklar o'zi o'ylab topgan. Men shunaqa tushunaman. Hayotdan ancha siqilgan ekansiz. Yo'q, bu emotsionalniy qiz reallik ekansiz. yo'q, Ya'ni bu addisiga reallik. gapirayotganingizga. Qarang, o'zi bundoq o'ylab qarasangiz ham, o'sha ishni siz qilsangiz ham, men ham qilsam ham o'sha ham gunoh. Ikkalamizniki bitta bir xil gunoh bo'ladi. Endi u narsani hamma naryoga borganda o'zi uchun o'zi javob beradi. 5 qo'l barobar emas-ku. To'g'ri, 100%. Ozgina yo'nalishni o'zgartiramiz. Qizlarning eng katta muammosi nima deb o'ylaysiz? Pulda. Pulda? Nima sababdan? Erkak kishilar chiroyli qizni yaxshi ko'radi. Nima uchun biz boy bolani tanlashga huquqimiz yo'q, haqqimiz yo'q? Savol. O'rtoqlar, sizlar ham shunaqa deb o'ylaysizlarmi? Bular hozir aytibdilar. Qizlarning eng katta muammosi pulda deyaptilar.